muhim yana bir qoidalardan bittasi bu almashinuv qoidasi. Biz dunyoda yashar ekanmiz, biz odamlar bilan oldi-berdi qilamiz, almashinuv qilamiz. Almashinuvni 4 xil usuli bo'ladi. Buni bilsangiz, almashinuvni qanday qilishni bilsangiz, har qanaqa joyda yutasiz. Har qanaqa joyda omadga erishasiz, har qanaqa joyda muvaffaqiyatga erishasiz. Agar siz almashinuv qoidasini bilsangiz, keling shu almashinuv qoidasi haqida qisqacha aytib o'taman. Tasavvur qiling, siz bir notebook sotib olmoqchisiz. Notebook sotib olmoqchi bo'lsangiz, bozorga bordingizda, notebookni so'radingiz narxini, aytishdiki, notebook $400, aniqroq $500 turadi deyishdi. İchiga nimalar kiradi? Notebookni o'zi zaryadkasi bilan $500 turadi. Siz $500 berdingiz, notebookni sotib oldingiz. O'zingizga ma'qul kelgan parametrli notebook 500 ga oldingiz, siz xursandsiz. Sizga notebookni sotgan tomon ham xursand. Sababi u kutganini oldi, siz kutganingizni oldingiz. Va mana shu joyda almashinuvni turi, birinchi turi bu teng almashinuv deyiladi. Inson teng almashinuv qilar ekan, ikkita tomon yutadi. Bu taraf ham yutadi, bu taraf ham yutadi. Mabodo yana keyingi safar yana notebook kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta shu do'kondan olasiz. Sababi bu do'kon sizdan aldamagan, sizni kutgan narsangizni bergan. Shu uchun siz mamnunsiz, mamnun bo'lganingiz uchun shu do'kondan olasiz. Mabodo yana kimdir sizdan notebook so'rasa, siz boshqalarga shu do'konni tavsiya qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu teng almashinuv deyiladi. Endi almashinuvning ikkinchi turi qisman almashinuv deb nomlanadi. Masalan, sizga va'da berdiki, notebook zaryadkasi bilan beraman deb $500 to'laganingizdan keyin uyga borib ochsangiz, notebookni zaryadkasi yo'q. Ya'ni qisman berdi, ya'ni kutilgan narsani nimadirni kamaytirib berdi. Buni bilganingizdan keyin g'azablanasiz, norozi bo'lasiz, to'lagan pulingizga norozi bo'lasiz, borib janjal qilasiz kerak bo'lsa, agar topa olsangiz uni, agar mabodo yana notebook kerak bo'ladigan bo'lsa, siz hech qachon ikkinchi marta bu do'konga xarid qilmaysiz. Kimdir notebook so'rasa, aynan shulardan ehtiyot bo'lishni ham boshqalarga ham aytib qo'yasiz. Bunday qilib bu biznesni kim yo'lga qo'yayotgan bo'lsa, biznesi uzoqqa bormaydi, kasod bo'ladi. Ya'ni mashayniklarning bizneslari uzoqqa bormaydi. Sababi mijozlar noroziligi sababidan bu tezgina ommaga yoyiladi va biznes uzoqqa bormaydi. Inson ham qamalib ketishi yoki qandaydir bir fojialarga duch kelishi tabiiy holat. Endi bu qisman almashinuv. Bu yomon almashinuv. Bunday almashinuv hech qachon qilmang. Masalan, siz o'quvchi bo'lsangiz, sizni ota-onangiz bilan almashinuvingiz bor. O'qituvchingiz bilan almashinuvingiz bor. Jo'ralaringiz, do'stlaringiz bilan almashinuvingiz bor. Masalan, siz o'quvchisiz. Sizni ota-onangiz bilan almashinuvingiz qanday bo'lishi kerak? Ota-onangiz sizni o'qishga jo'natyapti. U umid qiladiki, bolam borib maktabda o'qib, dars o'qib, bilim oladi degan bir niyatda sizni o'qishga kiritgan yoki o'qishga xarajat qilyapti. Endi agar siz maktabga borib, sinfga borib yaxshi o'qimasangiz, darslarga kirmasangiz, demak siz ota-onangiz bilan boryapsiz-da, yaxshi o'qimayapsiz. Boryapsiz, uyga vazifalarni bajarmayapsiz. Shunda siz almashinuvni qisman qilayotgan bo'lasiz. Agar sizning uchebniy sentringiz bo'ladigan bo'lsa, uchebniy sentringizga o'quvchi kelyapti-da, o'quvchi kelgan paytda siz o'quvchiga yetarli bilim bermayapsiz yoki yetarli e'tibor qaratmayapsiz yoki uchebniy sentr rahbari bo'lganingiz uchun o'qituvchilaringizga qaramayapsiz. Sifatsiz o'qituvchilarni qo'ygansiz. Va siz o'quvchi bilan almashinuvda qisman almashinuv qilyapsiz. Va'da bergan paytingizda, shu o'quv kursingizni sotayotganda va'da bergan paytingizda uchebniy sentringizning va'dasi ustida chiqmayapsiz. Shuni asnosida siz qisman almashinuv qilyapsiz. Agar sizni o'quv markazingizdan o'quvchilar bir oy, 2 oy o'qib ketayotgan bo'lsa, bu aybni o'quvchilardan emas, aybni o'zingizdan qidirish kerak. Qayerda xato qildimki, nimaga o'quvchilar uzoq muddat o'qimayapti menda? Bu juda muhim narsa. Va 3-chi almashinuv turi bor. Kriminal almashinuv deyiladi. Kriminal almashinuv nima degani desa agar, $500 pulni oldi, hozir dedi o'sha yerda kutib turing, men sizga hozir notebook olib kelaman dedi-da. Qarasangiz qochib ketdi. Qarasangiz qani o'sha odam desangiz, u bilmaymiz biz qaysi odamni aytyapmiz. Aslida ishlaydigan odam emasmi? Biz uni tanimaymiz, u yo'q odam. Ya'ni pulni oldida qochib ketdi. Hayotda juda ko'p bunaqa narsalar bo'ladi. Kutganingiz u yerda tursin, butunlay hech narsa bermasdan turib, sizdan tortib oladigan odamlarni kriminal almashinuv turi deymiz. Kim shunaqa almashinuv qiladi? Ularga boshiga balo tezgina keladi. Juda ko'p muammolarga duch keladi bunday odamlar. Faoliyati ham, ishi ham uzoqqa bormaydi. O'sha uchun bunday almashinuvga umuman yaqinlashmaslik kerak. Ya'ni odamlarni aldaydigan, odamlarga ozor beradigan, odamlarni aldash evaziga daromad qiladigan ishlar bilan hech qachon shug'ullanmanglar. Va 4-inchisi kutganidan ko'proq berish degan bir almashinuv turi bor. Masalan, klientga va'da berdingizki, notebook va zaryadkasini beramiz deb va'da berdingiz. $500 olgandan keyin mijozga notebook bilan zaryadkadan tashqari, misol deylik,
mishga berish mumkin, sichqonchasini sovg'a qilish mumkin bo'lishi mumkin. Sichqoncha qimmatlik qiladigan bo'lsa, kovrik deydi, sichqonchani nima deydi, gilamchasini sovg'a qilish bo'lishi mumkin. Bu biznesning holatidan kelib chiqqan holda qo'shimcha qandaydir bir mijoz uchun qiymat bo'lishi mumkin. Masalan, konditsioner sotadigan bo'lsangiz, qo'shimcha narsa berish mumkin emasdir balkim. Konditsioner sotgandan keyin 3 kundan keyin qo'ng'iroq qilib, hol ahvol so'rab, konditsionerda qandaydir bir muammolar yo'qmi, qandaydir bir kamchiliklar bo'lmadimi deb turib, chiroyli muomala bo'lishi mumkin. Ya'ni muomala ham qo'shimcha qiymat bo'ladi. Ya'ni kutganidan ko'proq narsa berishga kiradi. Chiroyli muomala bilan ham mijozning ko'nglini ovlash mumkin, ko'nglini olish mumkin bo'ladi. Va boshqalardan kutmagan narsani sizdan oladigan bo'lsa, albatta xursand bo'ladi, mamnun bo'ladi va keyingi safar xarid qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, sizdan xarid qiladi va boshqalarga tavsiya qilmoqchi bo'lsa, birinchi bo'lib sizni tavsiya qiladi. O'sha uchun ikki xil almashinuvga yaqinlashmaymiz, qisman va kriminal almashinuvga yaqinlashmaymiz va teng hamda kutganidan ko'proq berish turidagi almashinuv qilamizki, mijozlar bizdan mamnun bo'lsin, rozi bo'lsin, doimiy mijozimizga aylansin va bizni boshqalarga tavsiya qilsin.